davlat moliyaviy nazorat va audit yo'nalishini magistr yo'nalishida kunduzgi bo'limida bitirdim va bu guruhda sardor sifatida tayinlanganman. Akademiya ta'riflashga til ojiz o'quv maskani. Bu o'quv maskanida kirganimdan bag'oyatda xursandman. Buni ikkita so'z bilan ta'riflashim mumkin. Tajriba, omad. Men uchun Xudo xohlasa kelajakda bu ilm yo'lida ketayotgan yo'nalishimda ham davom etkazmoqchiman. Ya'ni mustaqil izlanuvchiga ham Bank moliya akademiyasini tanladim. Chunki bu yoqdagi hamma o'qituvchilarning bilim saviyalari juda yuqori. O'sha sababli hech ham ikkilanmasdan bilim yo'limda yana shu akademiyada davom etkazmoqchiman. Keling, birinchi savollarga o'tamiz. Eng sevimli fan? Budjet nazorati, Davlat esda qolgan ustoz? Azamat aka Jabborov. Eng yaqin kursdoshingiz? Sabirova Yulduz. Talabalikda 3 ta so'z bilan ta'riflang. Oltin davr. Esda qolarlik damlar juda ko'p. Birinchi ish joyingiz qayerda bo'lishini orzu qilasiz va istaysiz? Hozirda birinchi ish joyim Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida yana yuksak marralarni kutmoqdaman. Ya'ni o'zimizda shu bitirgan Bank moliya akademiyasida ish faoliyatimni davom etkazmoqchiman, Xudo xohlasa. Akademiya haqida bir og'iz so'z. Akademiya bilimlilar, omadlilar joyi. Eng yaqin kursdoshingiz? G'anjon va mehrinoz, bilimli, o'ta kuchli, o'zini mustaqil fikrligi bilan hammani o'ziga jalb qilgan. Eng yaxshi ko'rgan ustozingiz? Azamat aka Jabborov bir ovozda. O'qish davomida eng ko'p ishlatadigan jumlangiz qaysi bo'ldi? Ustoz, uzr, kech qoldim ozroq. Talabalikdagi eng kulgili holatingizni eslay olasizmi? Biron bir voqeani aytib bersangiz. Eng kulgilisi o'zim starsa bo'lib, eng sevimli ustozim Azamat akaning darsida kech qolganligim va darsga kirmaganligim. Hozirgi akademiyaga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar, ya'ni magistr tinglovchilarga tavsiyam o'qishdan hech qachon to'xtamasin va akademiyada bilim yurtiga kirganligidan xursand bo'lishlari tarafdoriman. Chunki o'sha vaqtga men ham erishganman.